Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar, hurmatli ustozlar. Bugungi seminarimiz boshlashga kirishaveramiz. Keyingi qadamlarimiz, keyingi vazifamiz nimadan iborat bo'lishi xususida sizlar bilan bugun maslahatlashish uchun yig'ilganmiz. Taqdimotdan so'ngida esa savol-javoblarga navbat beramiz. Ungacha savolingiz bo'lsa, yozib turishingiz mumkin yoki mana shu Zoom platformasi orqali chatiga yozib qo'yishingiz mumkin yoki ovozli mikrofon yoqilgandan keyin bemalol ovozli tarzda, jonli tarzda o'zingiz savolingizni bemalol yo'naltirishingiz mumkin. Birinchi so'zni metodik xizmat ko'rsatish bo'limimiz mas'uli Saminjonov Sardorga bersak. Bego'ra so'nggi maktabgacha maktabdan vazirlik 84 sonli o'qituvchilarning ilg'or tajribasi va faoliyati davomida qo'llab kelayotgan zamonaviy metodikalarni ommalashtirish tartibini takomillashtirish to'g'risidagi buyrug'ini ijrosini ta'minlash maqsadida tizimli ravishda ishlar tashkil etib kelinmoqda. Birinchi qismda hamma ishtirokchilar, apellyatsiya komissiya a'zolari hamma ommalashtirish.avloning o'z platformasida o'z OneID nimalari bilan, shu OneID orqali kirishni bosib, o'sha shaxsiy login va parollari bilan kirishadi. Masalan, u o'qituvchilarda orasida novator o'qituvchilar bo'lishi mumkin. Shuning uchun mas'ullar bu savolga javob bergani yaxshi. Do'stligini berib qo'ygan menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Chunki texnik eksport ham shoshilinch ravishda o'tkazib yuborgan bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Apellyatsiya shikoyatini ko'rib chiqishda o'zimiz tizim tariqasida mana shu ish ko'rsatkichlari ham vaqt qo'shib berilsa yaxshi bo'ladi. Jamoa bilan har doim muloqotga ochiqmiz. Bemalol jamoamizga, mana metodik xizmat ko'rsatish bo'limiga, bizlarga, IT xodimlarimizga bemalol o'sha murojaat qilaverasizlar.